O'zbekistonda ko'p odamlar katta xato qiladi. Ular mashina olish uchun millionlar sarflaydi. To'y qilish uchun qarzga botadi. Mol, dunyo, oltin yig'ish uchun yillab mehnat qiladi, ammo sog'lig'iga pul sarflashga qiynalib qoladi. Shuning uchun ko'p yerlarda sog'liq eng arzon narsaga o'xshab tuyuladi. Vaholanki, sog'liq arzon narsa emas. Inson o'zi uni arzon qilib, o'z qadrini va sog'lig'ini qimmatini tushirib yuboradi. Holbuki sog'lik bu Alloh tomonidan berilgan omonatdir. Janobi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Odamlar borki, ikki narsaning qadriga yetmaydilar. Bu sog'lik va bo'sh vaqt. Bir kun inson Alloh oldida turadi va undan so'raladi. Senga berilgan sog'lik omonatini qanday asrading? Shuning uchun sog'liqni asrash bu nafaqat ehtiyoj, balki har bir insonning Alloh oldidagi mas'uliyatidir.